Jahongir Jiyanov ismim aka. Opamiz Sadiqova Ozod opani sudga bergansizlar aka. Muddat o'tgan qarzdorlik bo'yicha. Sud hujjatida yozilyapti. Sizlar tomoninglardan ogohlantirish xati berilganligini o'zingizlar da'vo arizalarini kirgizyapsizlar. Lekin o'tgan safar gaplashdik, u xatni Istiqlol filial bergan dedingiz. Istiqlol filialida u da'vo arizasi yo'q, bu yoqqa ogohlantirish xati yo'q ekan. Umuman. Biz ariza ham berdik, yurist bilan ham gaplashdik, asli rahbarni kotibasi bilan gaplashdik, unaqa hujjat yo'q ekan. Bundan tashqari aka, fuqarolik ishlari bo'yicha Andijon tumani sudiga bordik. U hujjatlar ichida ham yo'q ekan, unaqa hujjat. Umuman ogohlantirish bermagan bu yoqqa. Qarzdorlik o'tib ketganligi bo'yicha va vaqtida to'lash bo'yicha. Birinchisi. Ikkinchisi, sizlar tomoninglardan da'vo ariza kiritilyapti. O'tib ketgan qarzdorlikni to'lash hamda uyga qaratishda qilinyapti. Qanaqa tartibda uyga qaratiladi aka o'zi? Endi men o'zim tushuncham aytaman. Garovga qo'yilgan uy. Ya'ni garov shartnomasida kredit to'lovlari amalga oshirilmasa, undiruv garovga qo'yilgan, ta'minotga qo'yilgan narsaga qaratiladi degan yuristlar ham da'volarida shuni so'rashgan. Garovga qo'yilgan mulkka qaratib berilgan. U qancha o'tib ketib qolsa qilinadi? Uyga, mulkka qaratiladi. Kredit qarzdorligi qancha foiz tashkil qiladigan bo'lsa? O'zi 90 kundan to'lov boshlanadigan bo'lsa, sudga beriladi. To'g'ri, sudga beriladi. Kredit qarzdorlikni undirish bo'yicha. Uy bo'yicha emas. Uy bo'yicha. Garov ta'minotga endi bu yerda shunaqa berilgan ekan. Endi u paytda men ham ishlamaganman. Men ham hozir bu savolga to'g'risi javob bera olmayman. Ipoteka to'g'risidagi qonunidan xabaringiz yo'q. Ipoteka to'g'risidagi qonundan xabarim bor. O'zgartirish kiritilgan. Bu menimcha nechinchi yil chiqqan qaror ekan? 2023-yilda. Undan oldingi paytlarda o'sha to'liq summaga ham bersa bo'lardi. 25-yildan o'zgartirish kiritildi. Birinchi navbatda ipoteka kreditlari bo'lsa, muddati o'tgan qismiga beriladi. Keyin to'lovlar amalga oshirilmasa, ikkinchi etapda уже полный garov. Endi uyni garovga qo'yayotgan necha foiz nazarda tutilgan qonunchilikda? Ipoteka kreditlari to'g'risidagi qonunda necha foiz agar misol uchun bo'pti to'lamadi, 90 kun o'tib ketdi. Ipoteka kreditiga qarat degan deylik. Endi ashunda ham to'lamaydigan bo'lsa, mulkka necha foiz kredit qarzdorligini to'lamasa, unaqa narsa belgilangan joyi yo'q. Undan xabaringiz yo'q. Endi aytayapman, yuristlar shug'ullangan qismida o'sha o'tolmadi. Undan xabaringiz yo'q. Endi yana bitta savolimiz, Ozod opa qarzdorlik so'ndiryapti. Sudda xabari bo'lmayapti chiqqanligi bo'yicha qarorda. Ijrochilar borgandan keyin qarzdorlik so'ndiryapti. O'zingizlar bergan hujjatda shunaqa yozilyapti. Mana hujjatda. Bu Abodotkasi qancha shuni aytayapti-da, qarzdorlik chiqqandan keyin 10 million bo'lyapti-da, 10 millionni so'ndirib qo'yapti bu yoq. Shu to'laganlik bo'yicha o'zingizlar bergan hujjatlar bo'yicha tanib chiqdim. Ancha bir kun vaqtimiz ketdi. Shundan keyin ham sotuvga qo'yib yuboryapsizlar uyni. To'g'rimi? Qanchaga sotuvga qo'yilgan uy? O'sha kelishuv qiymati bor. Garovga olinganda notariusda tasdiqlangan, garovga ko'rsatilgan shu summa. Hozir men to'g'ri summasini bilmayman. Hozir filialni mijoz deydi. 267 millionga chiqyapti. Hozir 287 millionga chiqyapti. O'sha yerda nimasini ham ko'rsatadi. Sud qarorida necha pulga auksionga chiqarish. Sud qarorida lekin auksionga chiqarish bo'yicha yo'q. Sud hujjatida yo'q. Bo'lsa kerak. Yo'q, auksionga birinchi sud. Yo'q, birinchisini. Umumiy to'liq. Yo'q, davom. Sizdagi yo'q,
sud qarori bo'yicha ijro qaror qilyapti. 281 million so'm qarzdorlik solidar tartibda undirish deyapti. Yuz to'qson yetti million. 287 million. 197 million 306 mingda birinchi auksionga chiqarilgan. Bu chiqarishdan oldin to'lab bo'lganda qarzdorlikni. Qarzdorlik yopib qo'ygan bunga da. Yani hozir bu savolingizga javob beraman. Buni bu yerda qarang. Jami bo'lib 370 ming so'm foiz, 12 million 455 ming o'tgan foiz, 1 million 133 ming penya. Deyapti. Qolgan qismiga sud qarori to'liq qismiga chiqqan ekanda. Kredit qarzdorligini. Ha, o'zi to'liq qismiga chiqishi mumkin emas, to'g'rimi? Faqat qarzdorligi chiqishi kerak. Yo'q, uni sud hal qiladi. Bank masalan so'raydi. Yo'q, qonunchilikni men aytyapman. Bank haqqi bor. Chunki kredit shartnomada shunaqa punktlari bo'ladi. Vaqtida to'lamasa, kreditni to'liq summasini oldindan undirib olishi mumkin. To'g'ri, ogohlantirish berib, keyin undirib olishga beradi. Ogohlantirish berilmagan. Shu narsani kiritsa davorizani, to'liq davorizga kiritishi mumkin. To'liq kreditni undirib, sud yo muddat o'tgan qarzini undirishga qaror chiqaradi yoki to'liq undirishga chiqaradi. Uni sud mustaqil bilasiz o'zingiz. Sud o'zi qaror qabul. Hozir bu bo'yicha xabarim yo'q deyapsiz-da. Bu bo'yicha Ozod opa viloyat hokimiga murojaat qilgan ekan. Shahar hokimiga murojaat qilgan. U murojaatlardan xabaringiz bormi yo'qmi? Undan xabarim bor. Kimga murojaat qilganda? Bank balansiga o'tib bo'lgan edi. Sudda qarorlari o'z kuchiga kirib, men chekinimcha o'sha bank balansiga ketgan ekanda. Auksionga bir necha marotaba bank tomonidan. Siz qachon kelgansiz Ahmad o'g'li? Men 24-yil noyabrda oxirida kelganman. U paytda balansga o'tgan, ungacha balansga o'tib qo'ygan. Balansga sotuvga qachon chiqqan? Sotuvga 2-3 marta chiqqan ekan. Shu oxirgisi haligini sizga ko'rsatdimmi? Yutilgani oktyabr o'tgan yil oktyabr oyida. Sotuvga bosh bank chiqaradi, biz chiqarmaymiz. O'tgan yil oktyabrda chiqqan. Oktyabrda qanchaga sotilgan? Aytib bering, necha pulga sotildi? Yo'q. Unisini bilmadim. Bitta ko'rib bering-da, aka, mana lot berdingiz, biz lotga tushunmadik. Ashuni bitta ko'rib bering. Bu общий доступda auksion degan sayt bor. Shunda barcha mulklar savdoga chiqariladi. Oktyabrda sotilgan. Auksionda yutilgan. 2024-21 oktyabr. 25-yil 24-oktyabr. Oktyabrda qanchaga sotilibdi? 353 million 541 ming. Xo'p, 353 millionga sotilgan bo'lsa, 281 million qarzdorlik deyilyapti, solidar tartibda undirish deyapti. Qolgan summasi fuqaroga qaytarib berildi. Bu pul hali bizga kelib tushmadi. Auksionda turibdi. Yutgan odam bizga topshirgan degan, bular yashayotgani uchun men topshira olmayman degani uchun auksionda turibdi, bizga kelib tushmadi. Bu odam auksionga pulni to'g'ri to'lab qo'ygan. Lekin biz 6 oy, oktyabr bo'lsa, oktyabr, noyabr, dekabr 3 oy. Bu yerda 5 oy, 8 oy. 8 oydan beri hech qanaqa harakat qilmadinglarmi sizlar? Auksion bilan bosh bank to'g'ridan-to'g'ri ishlatdi, biz emas. Bosh bank ham harakat qilmadi bu bo'yicha. Xabaringiz yo'q. Xabarim yo'q. Pul lekin hali auksionda turibdi, bizga kelib tushmabdi. Biz balansimizda, hali rasmda ham boshqa ham balansimizda turibdi. Demak, fuqaro deb 281 millionga deyilyapti. 281 million. Auksionda bilasiz, o'sib borish tartibida bo'ladi. Kim yuqori narx bersa, o'sha sotiladi. Siz gapingiz bo'yicha sotilib ketdi, lekin puli tushgani yo'q. Lekin pul fuqaroga ham hali menchaga puling sotildi, puling sotildi. Lekin oshig'ani berishinglar kerak edi shu ikkida, to'g'rimi? Yo'q. Nimaga? Bu o'sha bank balansiga o'tib bo'lgan. Agar mitta sotilganda qimmatroq narxga, sudda qaroridan ortiqcha narxga. Hozir berilmaydimi u pul, oshiqcha puli? Nimaga? Bank balansiga o'tib bo'lganda, bank nomiga o'tib bo'lgan.
Balansga demayapmiz, lekin sud qilasiz. Bank balans. Mana yerda men ijrochini qarorga bankka topshiraman. Ha, demak, shunda fuqaroni uyini 287 millionga olib, sizlar 350 millionga sotib olyapsizlar-da, u yog'idan bu yog'idan o'zingizlar foyda ko'ryapsizlar. To'g'rimi? Auksionga chiqqanda 353 millionga sotdim. Shunga aytyapman-da. Ha, bo'ldi, rahmat, tushunarli. Rahmat aka katta. Yaxshi o'tkazib olaylik aka. Rahmat. Sog' salomat.